Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyonu başlayımız. Endi sebep aldırıp çıkıp kaldık. Vaziyeti ciddi özgürüş, tep yüzümüz şundak his kıldık, hem şundak tanıdık. Şuna bugün sizlerge tünügün sözlüge leksiyonun devamı üstüde yani bir leksiya tayyorlap çıktım küçüğünü yağı. Bu leksiyalarını hazır vatandaşlara sözleyimiz, vatandaşlarının dikkat kılışını ümit kılımız. Mavzumunda. Şinjan'da 100 bergen kişilik hukuk körzesiga dikkat kılıp, Amerika Devlet Meclisi'de köplegen azalar hükümetke xat yazıp, Jungo'nun yuqori derecelik amaldarlarını embargo qilishni talab qildi. Mavzuli xabar 8 ayning 30 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi, Avam palatasi, tavallikidagi ikki cho'ng partiyaga mansub bo'lgan Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetçiler partiyasiga mansub bo'lgan Davlat Majlisining 10 nafar a'zosi birlashib imzo qo'yib, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasiga va Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya Ministrligiga xat yozib, diqqatga bu yerdagi Moliya Ministrligiga xat yozib, Jungo'ning Şinjan rayonida kishilik huquqqa og'ir xiloflik qilgan yuqori darajali kompartiya a'zolariga embargo yurgizishni talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ma'muriy siyosiy doiralar Jungo komitetining o'rtaq raisi senator Marco Rubio ve Avam Palatası a'zosi nopozliq arbab Christopher Smith yetakchiligidagi Davlat Majlisining 15 nafar a'zosi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisiga va Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya Ministrligiga xat yozib, hozir Şinjan'da yuz berayotgan Uyg'ur millati duch kelgan bir maydon intayin zo'r kishilik huquq ko'rzesiga ko'ngil bo'lishni talab qilib, 1 million, hatta uningdan ko'p Uyg'urlar va boshqa musulmon nasldoshlar majburlangan asosda siyosiy qayta tarbiyalash markaziga elib kirilib, nurg'un kishilar xo'rliqqa uchirdi, xo'rlandi, diniy e'tiqod faoliyatlari cheklamaga uchirdi deb ko'rsatdi. Davlat Majlisi a'zolari xatida Davlat Mahkamasi va Moliya Ministrligining Amerikaning bir turlik kishilik huquq qonuniga asoslanib, darhol jumladan Şinjan'ning sekretari Chen Chuango va boshqa yuqori darajalik amaldorlarni o'z ichiga olgan hamda yerlikning Şinjan'da sipirlashgan nazorat sistemasini qurishga yordamlashgan shirkatlarga iqtisodiy embargo va Amerikani sayohat qilishga cheklovlar qo'yishni talab qildi. Xatda mundaq ko'rsatildi. Şinjan'da kishilik huquq ko'rzesi paydo qilgan Jungo amaldorlari va shirkatlaridan qaysi birisi Amerikaga kelishga ruxsat qilinmasligi va Amerikada pul muomala sistemasidan bahrilanmasligi kerak. Yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq mutaxassislari Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi a'zolari, xalqaro donliq matbuotlar hammasi mundaq ko'rsatdi. Jungo doiralari adliya qonun tartiblaridan o'tkazmay Şinjan'da 1 million nafar Uyg'urni qo'lga oldi, nazarband qildi, ularni siyosiy jihatda qayta tarbiyalash markaziga solab qo'ydi, ularga tan jazosi berdi, zo'ravonlik ishlatdi, ularni xo'rladi deyildi hukumatga yozilgan xatda.
Cungo dair bundaq ayıplaşlarını red qilib, Şinjan'da kasbiy tarbiyalash, kasbiy jihat yetiştirish markazi qurdik. Yenikrak jinoyat o'tkazganlarga yordam qilib, tarbiyalab, jamiyatga qo'shmoqchi bo'ldik, dedi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Beijing doiralarining Şinjan'da yo'lga qo'ygan bostirish harakatlaridan to'liq xotirjamsiz bo'layotganligini ko'rsatgan. Lekin buningga munosabatlik Jungoning yuqori darajalik amaldorlarini embargo qilish to'g'risida hozirgacha bir nima demagan. Mushu xabarga yozilgan inkaslar senator o'rtaq rais Marco Rubioni qat'iy qo'llaymiz. Inkas ikkinchi, nihoyat yaxshi. Jungoning ajallik yeriga tegdi. İnkas üçüncü, ulug' marhamatlik senator Marco Rubio, Christopher Smith qatorliq davlat majlisining vijdonliq a'zolarining bu xil vijdoniy va axloqini namoyon qilib, so'z matbuot erkinligidan ayrilib qolgan Jungoning qo'llariga vakolatan sado qaytirish, yani müstemlik Uygurları desek mi buludur? Lekin Jungoning qo'llariga vakolatan sado qaytirish sizlarga, ko'pchilik sizlarga opir. Liviya masalasini birtaraf qilgan andiza bo'yicha Kompartiya banditlari birtaraf qilinmaydi ekan, ishlar aqlga sig'maydi. Yuqori xabar. Davamı. İki xabar birdek keldi, birdek qo'ydik davamı. Wang Yang ve Benchen birleşip harakat qildi. Kompartiya muhim signalni oshkorladimi? Mavzuli xabar 8-ayning 29-kuni Doviyet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Matbuotlarning xabariga asoslanganda Beijing vaqt 8-ayning 24-kunida 26-kunigacha Jungo siyosiy kengashining boshlig'i Wang Yang Tibetga berib xizmat tekshirdi. Ilgariki Yan Changdo, Lixasa qatorliq joylarni, yangi yezilarni va yayloqni, sanoat rayonlarini hamda diniy faoliyat so'rovlarini ko'zdan kechirdi. Wang Yang mundaq ko'rsatdi. Tibet namratlikdan qutulishga kurash qilib, millatlar ittifoqligini mustahkamlaganligi cho'ng ahamiyatga ega. Tibet Budda dini bilan sotsializmni texmi bir-biriga muvofiqlashtirishini ta'kidladi. Tibetda Budda dini bilan sotsializm texmi bir-biriga muvofiqlashtirishini ta'kidladi. Dini sodiqlar partiyaning rahbarligini qat'iy himoya qilib, vatanparvarlik an'anasini jug'lab va taraqqiy qildirib, haq-nahaq oldida bayrog'i ro'shan qilib, bo'ron chopqin oldida mingini sagak tutib, davlatni parchalaydigan barliq kuchlarga qarshi kurash qilib, davlatning butunligini unumli qo'g'dab, millatlar ittifoqligini, jamiyatning maqomligini ishga oshirishimiz kerak. O'xshash bir vaqtda Benchen 10-chi Tibetning Shannan shahrida tekshirish elib berib, tadqiq qilib, faoliyat olib bordi. Benchen ham o'xshashli mamlakatlik siyosiy kengashining doimiy a'zosi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 8-ayning 23-kuni o'tkazilgan har soat kishilarga ochilgan yig'inda Benchen mundaq dedi. Shannanga keldim. Partiyaning milliy diniy siyosatlarini o'rganamiz. Shannanda har qaysi millatlarning hukumat rahbarligida emgak bilan boy bo'lish ro'yini o'rganamiz. 3-chi Shannanda diniy sodiqlarning vatan suyish va dinni suyish ro'yini o'rganamiz. Benchen millatlar ittifoqligi hayotlik sizig'idir deb ko'rsatdi. Bo'lgunchilar qat'iy qarshi turamiz. Ular bilan qat'iy kurash qilamiz. Tahlilchilar mundaq dedi. Diqqat hurmatli vatandosh. Tahlilchilar mundaq dedi. Diniy saodin qo'l silish,
Tibet meselesini hal qilishning muhim qismidir. Bu qatim Benchen bilen Wang Yang'ning kelishgandekla Tibet'te bir kunda faaliyet qilishi naiti ro'shan bir belge bo'lib qoldi.